Dostlar 2026 yıl 29 yanvar başlangan gününüz hayırlı omadli berekeli gün bolsun. Bugün Mangıt mal bazarına kelganmiz. Sizlarga Bağlaton yaş özeklerдің naq-navalarini yaratib berishga harakat qilamiz. Kanalga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Asa videolarimizni boshladik. Do'stlar, mana bir mesni o'gitchamiz bor ekan. Necha so'm aytib tursaga? 20 million so'm aytib turtgan bu akamiz so'rab turibdi mana. 15 million so'mga so'rab turibdi mana. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Mal ajoyib Bağlaton narsa mana. $15 million so'mga bermadi ekanmiz. Aka, bu ham sizdanmi? Buning egasi yo'q ekan, Qachardan. Qancha so'm aytib tursiz? Assalomu alaykum. 18 million so'm. Bozor so'radimi? Necha so'radi, ayta olasizmi? 17 million so'mgacha. 17 million so'mga so'ralibdi do'stlar shu malni. Xo'p, yaxshi savdangizni bersin. Qancha so'm aytdingiz? 18 million so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Bozor so'radimi? 16 million so'mga so'ralib turibdi ekan mana. Ajoyib zo'r Bağlaton o'zi ekan do'stlar mana aka, yuvosh. Xorazm Chorva House. Xorazm Chorva? Chorva House. Ha. Yaxshi aka, savdangizni bersin. Aka, necha so'm aytdingiz buni? 17 so'm aytaman. 17 million so'm aytilib turibdi ekan mana do'stlar. Bozor so'radimi? 14,5 million so'mga so'ralibdi do'stlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi savdangizni bersin. Qancha so'm aytdingiz, ağa? 18 million so'm aytilib turibdi do'stlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bozor so'radimi? Bozor 16 million so'mdan o'tib turibdi deydi. Necha bo'lsa sotamiz aka buni? 17 bo'lsa-ma deydi, 17 ming. 17 dan pastroq deydi ana. 16,5 bo'lsa akamiz kelishga o'xshaydi. Telefon nomeri qoldirik, balki uyingizdan yaktar. 93 dan 708 0580. Nerдің malı be aka? Emir Temir. Bu nerede o Emir Temir degan? Mangıt'ta mı? Mangıt'ta yana dostlar. Yaxshi savdangizni bersin. Assalomu alaykum ağa. Necha so'm aytdingiz? 17 million so'm. Bozor so'rayaptimi? Necha so'rayapti? 14 million so'm so'ralib turibdi do'stlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin molni. Yesin taksiler. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan бағалар shular. Ana. Meni tushiraverma. Ertaga hamma telefon qiladi. Aka, telefon nomeri qoldiramizmi? Mabodo bozorda sotilmasa ayting. 94 dan 457 09 0989. Nerдің malı be aka? Ha? Qipchaqdiki to'g'rimi? Ana do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon to'rasa, sizlarga qo'ldan kelgancha menga telefon nomeri, adresi yerda barini to'liq so'rab olib beryapman do'stlar. Kanaldan uzoqlashmasanizlar, sizlarni shunday yangiliklardan xabardor qilib turaman do'stlar. Ana do'stlar, o'jaklar ko'rishlaringiz mumkin. Ağa, qancha so'mdan bu? 4 oy qiynab turibmi bir o'zingizda? 14 milliondan deysizmi? Bozor so'rayaptimi? 13 million so'mdan. Bani bir yerda. Xo'p. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Xudo xolasa shu yerda sotiladi. Yaxshi, savdangizni bersin ağa.
Dostlar ko'rishlaringiz mumkin. Menaka yana tam bir mesniyimiz. Qancha so'm aytdingiz? 16 million so'm aytib turibdi mana. 13,5 million so'm bo'lsa beramiz deydi akamiz mana. Malni ko'rishlaringiz mumkin menaka. 13,5 million so'm bo'lsa beramiz deydi. Nerдің malı aka? Gurlendikkan mana. Dostlar, telefon nomeri qoldiring aka, u yoqdan ketar balkim. Ayting. 77lik 380 61 60 yana. Dostlar, telefon nomerini qoldirdik. Nereden ekandan so'radik akamizdan. Gullanning malı ekan bu ana. Ava. Narxi ma'qul bo'lganlar bo'lsa akalarga telefon qilib, uyga borib, savdolashib olaverasizlar. Mabodo bozorda sotilmasa. Yaxshi savdangizni bersin aka. Dostlar, mana navbatdagi malimiz ko'rishingiz mumkin. Kalmik mi bu? Kalmik bor orada. 4 ekan deverim. Evet. Yeni çişi var mı aka o'zi bunun? Protezi var. Necha so'm aytdingiz ağa? 14 million so'm aytib turibdi ekan. Bozor ne qo'ydi? 12 million so'mga so'ralib turibdi ekan. Telefon nomeri qoldiring qiziqqanlarga aka. Xudo xolasa shu yerda sotiladi. Savdangizni bersin. Do'stlar, navbatdagi malimiz mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Aka necha so'm aytib turibsiz? 14 million so'mdan. Bozor so'rayaptimi? Necha so'rayapti? Har xil. Nomer qoldiribmizmi qiziqqanlarga? Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar, akamiz shu molni olibdi mana, ko'rishingiz mumkin. 13,5 million so'm pul olibdi do'stlar. Barakasini bersin aka. Do'stlar, mana yana bir qora molimiz tushib ko'rishingiz mumkin. Mesni. Mal kichkina mal emas, o'yda qolib ketibdi do'stlar, prosto. O'yda qolib ketgan. Necha so'm aytib tursiz buni? 20 so'm? Bozor ne qo'ydi? 16,5 million so'mga so'rabdi bozor. Nomer qoldiring, balkim uyingizdan sotilar, telefon nomeri. Ha, xudo xolasa, savdosi bo'lib turibdi ekan. Yaxshi, savdangizni bersin. Do'stlar, bozorlarda mal hadavr kamayib qolgan. Ko'rishlaringiz mumkin menaka. Do'stlar, ana bu malni o'zim sotdim. Endi narxini aytsak, egasi xafa bo'lar. Ko'rishlaringiz mumkin, ajoyib zo'r narsa bu. Shuni sotdik yana. Olgan odam bahasini aytmay qo'yur deydi, tirikchilik deydi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Do'stlar, mana boqmaga qo'yim mana bir mesni molimiz ko'rishlaringiz mumkin. Necha so'm aytib turibsiz ağa? Enaka. Suyravam ketdi. 22 deysizmi? Bozorcha so'rayapti. Har kim har xil. Qiziqqanlarga nomer qoldiring aka, balkim uydan sotilar. 99lik 957 55 81. Nerдің malı bu aka? Lelin kolxoz. Shu yerda Mang'itda. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomeridan telefon etib kelaverasizlar. Mal ajoyib narsa. Do'stlar, yana bir ajoyib mesni molimiz buni ko'rishlaringiz mumkin. Boqmag'adan bo'ladi do'stlar, zakonni o'z ekan buni boqish uchun. Ana do'stlar. Qancha so'm aytdingiz? 25. 25 million so'm. Bozor ne qo'yapti? Bozor necha so'rayapti? 23 million so'm. Qiziqqanlarga nomer qoldiring,
Uydan satılar berkim. 91'lik. 91'lik 979 979 69 69 99. 99. Ha Buxaralı mısınız ya? Ha bunu qayerdan alıp telefon nomeri kaldırıp az adamlar? Şeriften. Ha şu yerdə mi? Hop. Ana dostlar görüşləriniz mümkün. Qiziq qalla bo'lsa telefon qilaverasizlar. Dostlar görüşləriniz mümkün. Mana 2 dana qara malımız chiqdi, mesni. Görüşləriniz mümkün. Ha endi tushirib ana dostlar görüşləriniz mümkün. Neçə so'm aytib tursiz? 20 da aytdım. 20 milyon so'm aytib turibdi dostlar. Bazar so'radimi? Ikkovini bir joyda 34,5 milyon so'mga so'rabdi dostlar buni. Qiziq qalagan nomer qoldirik, balkim uyingizdan ektar. Savdosi bo'lib turibdi ekan, o'zi asqab turibdi deydi bir. Azroq pulning ustida turibmiz deydi. Yaxshi savdoningizni bersin. Dostlar mana ko'rishingiz mumkin. Mesnining zo'ri. Havardan mı? Havardan. Mana. Necha so'm aytdingiz ag'a? 25. 25 milyon so'm aytib turibdi ekan dostlar. 21 milyonga chiqibdi. 21 milyon so'mga so'ralib turibdi ekan. Nomer qoldiring aka, balkim uyingizdan sotalar qiziq qalla uchun. Ha, birinchi nomerini so'rayman. Kimning? Nomer qoldim nomer. Bir ha dostlar. Agar uyingizdan ham sotilib ketadi-da, bugun bozorga ko'p odam kelmayapti. Ko'p odam kelmayapti-da bugun bozorga. Bir nomer qoldirib qo'ying. Ana unda o'zingiz bilasiz aka. Yaxshi savdoningizni bersin. Do'stlar, sizlarga qacharlardan ham bir ko'rsatib ketaman, qo'ldan kelgancha ko'rishlaringiz mumkin. Qancha so'm aytdingiz? Assalomu alaykum. 17 milyon so'm aytilib turibdi. Bozor so'radimi? Necha so'radi? Bozor necha qo'ydi? Sal kam 15 milyon so'mga so'ralib turibdi ekan mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Necha tug'an bu aka? Bir tug'an ekan yil do'stlar mana aka. Nomer qoldiramizmi qiziq qallaga? Nomer. Balkim uyingizdan sotalar deyman-da telefon orqali. 77lik 044 8201. Qilchivoyning moli ekan do'stlar. Bozorga kela olmay qolgan akalarimiz bo'lsa, aka, shu molimiz ma'qul bo'lsa, telefonlashib boraverasizlar. Qancha so'm aytib turibsiz? 14 milyon so'm aytilib turibdi do'stlar bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Bozor nechaga qo'ydi aka? 11 milyon so'mga qo'yibdi bozor. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Nomer qoldirik, mana zo'r ekan, qiziq qallagan nomer. Xudo xolasa sotilama shu yerdan. Ana, savdoningizni bersin. Do'stlar, qacharning zo'ri bor ekan buni. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka, üstü zamoshmi buni? Zamosh da var. Ko'rishlaringiz mumkin aka. Zo'r ekan lekin. Necha so'm aytdingiz aka? 14 milyon so'm aytilib turibdi. Necha so'rab turibdi? 11,5 milyon so'm so'rab turibdi. Nerning moli aka? Shu yerdikimi? Gullandikimi? Ha, yaxshi. Savdoningizni bersin aka. Do'stlar, hozir egasi bo'lsa, ana shu kichkina xonajillarning narxlarini so'rab beraman sizlarga. Ko'rishlaringiz mumkin. Mang'it bozorga ana shunday mesni ko'p xonajillar tushadi do'stlar. Asosan xonajil Mang'it bozorda. Canavarlar. Ana do'stlar, qiziq qalla bo'lsa.
Qancha so'm aytdingiz bu kichkinani? 8 million so'm. Ana do'stlar. Bozor so'rayapman. Necha qo'ydi bozor? Ha, janob. Bozor 6 million so'mga so'rabdi do'stlar yani. 6 millionga yili mol bor ekanda mana. Yaxshi savdosini bersin. Ana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bor bo'ling. Mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bularda boylab ketavergan egalari yo'q bularning. Ma'lumotini olincham. Ya sizdanmi aka bular o'jaklar? Necha so'mdan necha so'mgacha bular qana? Aka, necha so'mdan necha so'mgacha? Ha. Buni bilinmez ko'shtim sözüm ekanlar. Buni bordi bilaman. Qaysini? Ayting. Necha so'm shu? Buni da aytasizdan-da? Mana bu Hava? 10 milyon 200 oldu bu. 10 milyon 200 ming so'mga olindimi? Ha, yaxshi. 12 yarım oldu. Bunimi 12,5 million so'm mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Aldın mı? Do'stlar, ana qacharning zo'ri tushibdi. Ko'rishlaringiz mumkin yekovi. Agancha so'm aytibsiz? 2,13 dan. Bazancha qo'yyotir. 19 million so'mga so'rab turibdi ekan do'stlar anaga. Telefon nomer qoldiramiz va qiziqqanlar uchun ayting. 87lik 502 82 30 ana. Adres Shavatdan. Ana ağalar, Shavatli ağalar. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib boraverasizlar bunaga. Qacharlar zo'r ekanligi bunaga. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar, mana yana bir qacharimiz ko'rishingiz mumkin. Neçe soradı? Topladı benzinde var mı? Ankara oldu benim. Dur sorayım nasıl yerseniz. Üstün kulak kolamayacak. Anaga. Bering ağa. 200 so'm olib qolaman. Ha? Azanı baqa to'pladı. 200 so'm olib qolaman. 8 dan. 8 dan 200 so'm olib. Tamam. 8 o'zini bitaman. Durlaşsa bırak. Ankara oldu benim. Dur sorayım. 82 gitti. Bering aka to'g'ri kelsa, yomon so'ramadi lekin. Pazar bilan bo'p berim bırak. Pazar bilan bo'p. Yesa işte. Do'stlar, yana savdosi bo'lib turibdi shu molni. Yesa işte berim. Pazar bilan bo'p. Bu azanlı soda to'g'rilmaydi aga. Evet. 82'ni bir. Azanda 9'a sonra da dedi. Onu bir veriş gerek 9'a sonra diyor. Soruyor adama. Seslerini kırıyor buna. Çok kötü bir yer diyor. Çok kötü bir yer diyor. Ne kapıra mı 10 toplu kaldı? Bering ağa to'g'ri kelsa. Ana do'stlar. Egasi 9 da berdi. Oluvchi 8 million 200 ming so'm pul berdi do'stlar.
Başlık neçe so'm aytdingiz buni? 16 milyon so'm aytılib turibdi yana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bazancha qo'ydi. 800 so'rab turibdi. 13 milyon 800 ming so'mga bozor so'rab turibdi ekan do'stlar anaga. Tug'anmi bu? Nimaga? Bo'g'azmi? 8 oy to'lib 8 oy. 8 oylik bo'g'az ekan yana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Nomer qoldirik uydan so'rar balkim. 99lik 104 80 80 37 anaga. Do'stlar telefon qilaverasizlar anaga, shumala qiziqqanlar bo'lsa. 8 oy bo'lib turibdi dedi do'stlar. Yaqinda tug'adi bu yana 2 oyga. Yaxshi, savdosini bersin. Do'stlar, ajoyib o'jakli sir tushibdi, mana ko'rishingiz mumkin. O'jagini e'tibor etinglar buning, o'jagini. Janovar zo'r ekan buni. Ilmi burgan narsalari boshqacha bo'ladi do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Agancha so'm aytib tursiz? 30 so'm. 30 so'm aytib turibdi. Bozor necha qo'ydi? Hozir 20. Bozor 25 million so'mga so'rabdi. Do'stlar, o'jagi zo'r ekan lekin. Ko'rishingiz mumkin bunaga. 30. Hava. Ana do'stlar. Telefon nomer qoldirik ha qiziqqanlarga. Xudo xolasa shu yerdan sotiladi deydi ekamiz. Yaxshi savdosini bersin. Lekin o'chagi zo'r ekan. Do'stlar, mana bozorimiz ham oxirlab qoldi. Shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz do'stlar. Kanalga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangizlar, har doimgidek sizlarga yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha